Hozirda biz xayol buzamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ona assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatim rosa yomon edi. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Nima? Sizni ko'rib hozir rosa kayfiyatim. Qizingiz xafa qildimi yana? Boshqa ko'rsatuv qilyapsizmi siz endi? Yo'q, bu Indinim kiyim markazi eshitganmisiz? Eshitgan edim. Indinim. Eng nomer 1 oilaviy kiyim do'kon. Sizlar mana oilaviy kiyinishga qayerga borasizlar? Oilaviy kiyinishga hamma har qayoqqa boradi. Hammasi aytmang. Biz Indinimizning har xil filiallari bor. Bemalol o'zingiz uyingizga eng yaqin filialga borib va o'zingizga mana qizingizga baribir bu bir marta dugonasini to'g'rilagan kiyib olgan kiyimini qaytib kiyaman demaydi, to'g'rimi? Bizni paytimiz unaqa emas, to'g'rimi? Eslab bering, mana biz paytimizda bitta kiyim. 2 yil kiyganmiz. Oxirgi marta qancha yaxshi ko'rsangiz aytsangiz o'zingizga. Yaxshi ko'rishimmi? Har kuni aytaman. Dadangizdan pul olib bergan paytlar ayni. Hozir aytib chiqarib qo'yadi. Rozi qildimmikan Yaxshi ko'raman. onam dunyolardan to'ydimmikan. Pochchamga Indinim kiyim do'konidan bitta zo'r qilib luk tayyorlab beramiz. O'sha kiyimni kiydirasiz. Birinchi o'shalarga chiqqanlar esizdami siz bilan? O'sha holatga pochcham qaytadilar. Abdullajon, shakarsan, shakar. Faqat buni bitta minusi, bitta plusi bor. Plusi dunyodagi eng zo'r kiyim do'konidan kiyim kiydilar. Minusi chiroyli bo'lsalar ko'proq qaraydi. Ha, shunisi bor. Yo'q, minusi mayli. Aylami? Salomat bo'ling. Bu Indining kiyim do'koni sizlarga sovg'a. Bu ana xamirchadan patir. Borganlar bizda eslaysizlar. Voy, rahmat. Salomat bo'linglar. Ularni rivojini bersin. Rahmat. Hozirda biz xayol buzamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ona assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatim rosa yomon edi. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Nima? Sizni ko'rib hozir rosa kayfiyatim. Qizingiz xafa qildimi yana? Boshqa ko'rsatuv qilyapsizmi siz endi? Yo'q, bu Indinim kiyim markazi eshitganmisiz? Eshitgan edim. Indinim. Eng nomer 1 oilaviy kiyim do'kon. Sizlar mana oilaviy kiyinishga qayerga borasizlar? Oilaviy kiyinishga hamma har qayoqqa boradi. Hammasi aytmang. Biz Indinimizning har xil filiallari bor. Bemalol o'zingiz uyingizga eng yaqin filialga borib va o'zingizga mana qizingizga baribir bu bir marta dugonasini to'g'rilagan kiyib olgan kiyimini qaytib kiyaman demaydi, to'g'rimi? Bizni paytimiz unaqa emas, to'g'rimi? Eslab bering, mana biz paytimizda bitta kiyim. 2 yil kiyganmiz. Oxirgi marta qancha yaxshi ko'rsangiz aytsangiz o'zingizga. Yaxshi ko'rishimmi? Har kuni aytaman. Dadangizdan pul olib bergan paytlar ayni. Hozir aytib chiqarib qo'yadi. Rozi qildimmikan Yaxshi ko'raman. onam dunyolardan to'ydimmikan. Pochchamga Indinim kiyim do'konidan bitta zo'r qilib luk tayyorlab beramiz. O'sha kiyimni kiydirasiz. Birinchi o'shalarga chiqqanlar esizdami siz bilan? O'sha holatga pochcham qaytadilar. Abdullajon, shakarsan, shakar. Faqat buni bitta minusi, bitta plusi bor. Plusi dunyodagi eng zo'r kiyim do'konidan kiyim kiydilar. Minusi chiroyli bo'lsalar ko'proq qaraydi. Ha, shunisi bor. Yo'q, minusi mayli.